Yana buni katta shahzoda Jesanga yubor. Xo'p bo'ladi, xonim. Qirolning oshxonasi, qirol ovqatlari tayyorlanadigan joy. Bugun olib kelingan dorivor o'tlar juda ham yaxshi ekan. Oh, xudoyim. Qani ko'proq ur, yaxshilamaydi-la. Bir dona guruchni ham uvol qilmang. Oy, pichoqni ehtiyot qilsang-chi, yana qo'lingni kesib olma. Bo'ladi ustoz. Oshpaz Simsu. Oy, xamirga yana biroz suv qo'shgan. Oshpaz Minkiyo. Oy, buning rangi buchmeyga umuman to'g'ri kelmaydi. Qizarguncha qovurish kerak. Necha marta o'rgatishim kerak. Ana sizlarni ham bir ko'raychi. Bemalol ko'ravering. Aytgancha, yangilikni eshitdingizmi? Podshoh saroyga qandaydir Gviniyoni olib qaytganmish. Gviniyo deysizmi? Podshohni nazari unga qayerda tushibdi? Hoy ahmoq. Gviniyo emas, Gviniyo deyiladi. Ya'ni iblis qiyofasiga kirgan arvoh ayol. Oshpaz Simyu to'g'ri aytayapti. Ayol qiyofasidagi iblis yoki arvohmish. Sizlar hanuzgacha saroy mishmishlariga quloq solyapsizlarmi? Ishlaringiz yo'qmi? Saroyga hammaga tarqalgan gapni shunchaki aytish. Yomon emas-ku, sen baribir nima qilsang ham qishloqdagi yapon restoranida ishlagansan. Shuning uchun dunyo qarashing o'zgacha bizdan. Ha, siz 3-avlod oshpazi bo'lgansiz. Shuning uchun mishmishga o'ch ekansizda. Nima unda emas? Bilmasmiding? Janobga katta malika bosh hofizni, ya'ni malika tomonidan yetkazib beruvchilar bor, ha. Shuning uchun birinchi bo'lib eshitadilar. Va aytishim joizki, malika bu kishini bosh oshpaz qilmoqchi, qo'llab. Oy, yaramas, o'zingni yum. Agar birorta eshitib qolsa, sen ham men ham ketamiz. Yo'q, xudoyim. Nega qo'rqasizlar, bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'q-ku. Sen ahmoq yana ichyapsanmi? Ichishni tezroq tashla, la'nat. Nima bo'lsa ham senga ishonaman. Keyingi katta oshpaz sen bo'lasan. Shuning uchun bemalolmiz. Qo'ysang-chi, kim biladi, balkim keyingi katta oshpazimiz Myungidir, ha? Bosh oshpaz Myungi. Avvalgi bosh oshpaz o'lganiga ko'p bo'lmadi-ku. Endi o'rniga kim chiqadi deb gap qilyapsizlar. Og'zingizga ehtiyot bo'ling, agar sizlar yashashni xohlasangiz. Qo'ysang-chi, endi gap kelganda gapirib qo'yapmiz-da. Nima qilibdi? Hasad qilyapsanmi? Keyingi bosh oshpaz sen bo'lmaysan-da. Ha? Yetarli. Nega oshpaz Myungini xafa qilyapsan? Xafa bo'lsa nima qilibdi? Baribir, haqiqat, keyingi oshpaz siz bo'lasiz. Oshpaz Ion. Nimalar qilyapsizlar? Salomatmisiz amaldor Ion? Konsortgang hazratlari, oshpaz Mengni eng yaxshi deyishadi. Aytgancha, bosh oshpaz 2 hafta oldin vafot etgan. Endi podshoh yangisini tayinlashi kerak. Albatta, to'g'ri aytasiz. Hammaga xayrli kun. Xush ko'rdik sizlarni, xonimlar. Quloqimiz sizlarda, gapiringlar. Katta malika tamaddi uchun hang va shirinligini istayaptilar. Konsort Kan esa 3 ta mahsulotdan qilingan bo'tqa so'radilar. Xo'p bo'ladi, xonim. Mahsulotlarni isrof qilmasdan ishlatinglar. Xo'p bo'ladi, hech qachon. U arvohni olib kelibdimi? Yana Gyeonggi hokimi Xon Gyoldanni xiyonatda ayblab jazolabdimi? Bu ishlar yaxshilik alomati emas. Xon xonim, axir u Kan xonimni Yang Guefi bilan solishtirgan odam emasmi? Ha, shunday. Zot oliylarining chindan ham shaxsiy adovati bormi? Kan xonim qayerda? Mana u, iblis. Men sen uchun alohida joy tayyor